Bugun jurnalist faqat axborot tarqatuvchi emas, u qonunni biladigan, so'z ortidagi javobgarlikni his qiladigan kasb egasi bo'lishi kerak. Shu maqsadda Content markazida faoliyat yuritayotgan Fikrlab yosh jurnalistlar klubi yosh muxbirlar uchun navbatdagi uchrashuvni tashkil etdi. Bu safar uchrashuvga o'z sohasining yetuk vakili, taniqli yurist va advokat Alisher Agzamov taklif etildi. U bilan bo'lgan muloqot davomida yoshlar jurnalist faoliyatidagi huquqiy mas'uliyat, axborot erkinligi va shaxsiy daxlsizlik kabi dolzarb mavzularda fikr almashdilar. Uchrashuv davomida advokat Alisher Agzamov jurnalist faoliyatida tez-tez uchraydigan huquqiy holatlar, axborot erkinligi va shaxsiy daxlsizlik masalalariga alohida e'tibor qaratdi. U o'zining amaliy tajribasidan misollar keltirib, jurnalistning har bir so'zi va harakati qonuniy doirada bo'lishi zarurligi, balki insoniy mas'uliyat ekanligini ta'kidladi. Sud qarori e'lon qilinmasdan turib, aybsizlik prezumpsiyasiga asosan ular hali aybdor deb aytolmaysizlar. Bu tergovning taxmini. Shuncha odamning pulini oldi, dom qurib bermadi deyapti. Mana shu holatda ham siz o'zingizlar yoki jabrlanuvchi advokat orqali sudga iltimosnoma berib, hurmatli raislik etuvchi, iltimos shu sud jarayonida ommaviy axborot vositalari bilan ishtirok etishyapti. Ochiq sud majlisida siz kirib o'tira olasiz. Kirasiz, o'tirasiz, eshitasiz, yozolmaysiz. Yozish uchun sudyaning roziligini olishingiz kerak. Uchrashuv davomida jurnalistlar o'zlarini qiziqtirgan ko'plab savollarga bevosita javob oldilar. Muhokamalar jonli, ochiq va fikr almashinuvlariga boy tarzda o'tdi. Jurnalistlarning huquq va majburiyatlari, axborot manbalari bilan ishlash, tanqidiy materiallarda yuridik xatolarga yo'l qo'ymaslik, shuningdek tahlikali vaziyatlarda qanday yo'l tutish kerakligi haqida ham batafsil ma'lumotlar berildi. Mutaxassis nozik mavzular yoritilayotganda shaxs sha'nini himoya qilish, maxfiy axborotni oshkor etmaslik va faktlarni tekshirishda mas'uliyatni chuqur his etish zarurligini ta'kidladi. Jismoniy va yuridik shaxslar to'g'risida qonun bor. Har bitta fuqaro yoki yuridik shaxs ariza bilan murojaat qilishi mumkin. O'sha qonunga asosan qo'shimcha tekshiruvni talab qilmasa 15 kun, qo'shimcha tekshiruvni talab qilsa 30 kunlik muddat ichida axborot olishi mumkin, to'g'rimi? Lekin ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunda bu muddat 7 kun deb ko'rsatilgan. Siz o'sha jurnalistik surishtiruv jarayonida og'zaki yoki yozma ravishda murojaat qila olasiz. Agarda og'zaki yoki yozma ravishda murojaat qilganingizdan keyin sizga mana shu korxona tashkilot 7 kunlik muddat ichida javob xatini beradi. Bunday uchrashuvlar yosh jurnalistlar uchun nafaqat bilim manbai, balki kasbiy yetuklik sari qo'yilgan muhim qadamlardan biridir. Fikrlab klubi esa ana shunday muloqotlar orqali jurnalistlar ongida huquqiy fikrlash va professionallik tamoyillarini shakllantirishga yordam beradi. Zarnigor Tolibova, Nodir Rustamov, Abdurahmon Zaripov, Ovozli informatsion dasturi uchun.